Men Flehoderil haqida birinchi marta ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. To'g'risini aytsam, avvaliga ishonmadim. Chunki ilgari ham ko'p vositalarni sinab ko'rganman, lekin hech biri uzoqqa bormagan. Lekin bu safar hammasi boshqacha bo'ldi. Men artrozdan aziyat chekardim. Har safar harakat qilganimda bo'ginlarim giyqillab og'rirdi, ba'zan hatto oddiy ishlarni bajarish ham qiynalardi. Ertalab turishim og'ir bo'lardi, ayniqsa tizzalarimda va qo'llarimda shish va qattiqlik sezilardi. Bu holat meni ruhiy jihatdan ham tushkunlikka tushirib qo'ygandi. Flehoderilni ishlatishni boshlaganimdan keyin taxminan bir haftada o'zgarishlarni sezdim. Og'riq asta-sekin kamaydi, harakatlarim osonlashdi. Bir oy o'tib esa o'zimni butunlay boshqacha his qila boshladim. Qo'llarimdagi og'riq deyarli yo'qoldi, ertalabki shishlar ham kamaydi. Endi bolalarim bilan bemalol o'ynay olaman, hovlida ishlashdan charchamayman. Menga ayniqsa yoqqan jihati uning tabiiy tarkibi. Yon ta'siri yo'q, teriga surtiladi va og'riqni tezda yengillashtiradi. Kamfora, zaytun moyi, mentol bular hammasi organizmga zarar qilmaydigan, balki yordam beradigan tarkiblar. Men tabletkalardan qo'rqqanman, lekin bu malham men uchun chinakam najot bo'ldi. Agar siz ham bo'gin og'rig'idan charchagan bo'lsangiz, vaqtni yo'qotmang. Men kabi kutib yurmasdan, hoziroq harakat qiling. Men endi hayotimga qaytdim. Siz ham qaytishingiz mumkin. Maxsus chegirma havolasi kanal tavsifida va birinchi izohda bor. Shoshiling!